berasizlar ki mana nogironi bor oilalarga qanday sizlar bilan imtiyoz nogironi bor oilalarga shu nima tomonidan kredit tomonidanmi? Kredit tomonidan oilalarga shu o'z imtiyozli kredit qilib beramiz. Oilaviy tadbirkorlikdan olsangiz bo'ladi. Mana mahallada qasam yuraman. Ba'zi nogironlar uyga boradi, mana pensiya olganda shular mana shunday bir o'zi tadbirkor. Lekin yotishda. Kallasi kompyuter. Qo'li bilan kallashishlaydi, lekin yotishda. Lekin shular mana shunday bir holat bo'lib qoldi, aytyapti, menda bir befoizli ham kredit bormikan nogironlarga? Shuni menga amalga kiritib bering degan maqsad bo'ldi. Bitta ikkita odamni ish bilan ham ta'minlayman. Endi nimalarni bor degan maqsad bo'lyapti. Shularga foydada kiriting, men unga borib aytishim kerak. Endi u kelolmaydi. Yo'q, befoizli kreditimiz yo'q, faqatgina shu eng kam foiz qancha? Oilaviy tadbirkorlik bo'yicha kreditimiz 17,5%dan. Uni ham prezidentimiz yaqinda ta'kidlab o'tdilar, 12% ga o'zgaradi u. 50 million so'mgacha oshiriladi. Hozir 33 million so'mga 50 million so'mgacha 12% ga o'zgaradi shu.